haftalik kunlarda ishlab turamiz, Xudoga shukr. Bugun yana ishlarimizdan ko'pidan mana biri garilka qabul qilib olganmiz. Garilka yumaloq yig'ishtiriladigan bilan 90ni ham yo'qlardan gaz chiqmaydigan qilib bo'linadigan bilan yana bitasi bor. Bo'linmaydigan qilingan. Sivirlarda chotki teshilgan. Bu bor. Bakam qabul qilib olganmiz. Damazlaga qilingan injektorlarga biz qilib berganmiz, u bor. Yana bitta narsasi bor. Sidina qabul qilib olganmiz. Sidinaning boltlar uni sinib ketadi. U ham qo'llangan mana. Bismillah. Jo'yib turibdi bilan sistemdan qilib. Mana. Mashinaga joyidan sinib ketadi. Buni ham ideal holatda qo'yib kimgadir xizmatda garilka kerakli bo'lsa atsana talab ham yo'llaydi.